podkastı keyingi sonu. Bugungi sonimizda biz Ra'no, Muhammad bilan Hidoyat ulug'lar kichiklarga nisbatan bosim o'tirishi, ularga ruhiy tazyiq berishi haqida gapiramiz. To'g'rini aytadigan bo'lsam, ulug'lar hamma vaqt haqmi, ya'ni kichiklar hamma vaqt nohaq bo'lishi kerakmi degan temada gaplashamiz bugun. Bu mavzu temamizning muallifi o'ngandan birinchi o'tirgan Ra'no. Ra'noga so'z beramiz. Boshla. Ya'ni shu temada gaplab boshlayveraymi o'zi? Avval balandroq ovozda gaplasang ham bo'ladi. Yaxshi. Bizani yurtda, ya'ni O'zbekistonda, millatimizda O'zbekiston bo'yicha gapirib turibman, to'liq Xorazm emas. Bu narsa O'zbekiston bo'yicha, shu SNG davlatlari bo'yicha bo'ladigan muammolardan biri deb o'ylayman. Ya'ni yoshlar uchun muammo hisoblanadi bu narsa. Ya'ni to'g'ri, kattalari hurmat, izzat degan narsa bor bizda. Ya'ni bu juda ham yaxshi narsa. Nechun desa, kattalarni shunda turib, baland qo'yib, har doim hurmatda aytib, hamma yerda ularni birinchi yo'l ko'rsatib, Natijada bu narsalarni hammasi do'ppa-to'g'ri deb o'ylayman. Bu narsa juda ham yaxshi. Ya'ni kattalarni, keksalarni qadrlash bu narsa yaxshi narsa. Lekin shu narsa o'ta. Ya'ni kuchaytirib shart emas. Chegaradan o'tib ketgan joylar ham bor deb o'ylayman. Masalan, shunday holatlar bo'ladiki, просто так ulug' odam nohaq bo'lsa ham bir vaziyatda undan kichikroq odam aytib turibdi. Bu narsa bu oq, например, bu oq narsa bo'lsa, lekin u odam uni aytib turibdi, yo'q, bu qora deb turibdi, lekin bu oq narsa. Kichikga tushuntirib turibdi, yo'q, bu oq narsa bu desa ham, yo'q, sen indama, bu qora bu. Sen kichiksan, sen aytmasliging kerak. Men haqman bu yerda deb aytadi shunday vaqt, to'g'rimi? Oq qora bo'lib, qora oq bo'lsa nima debdi? Yo'q. Shunday vaziyatlarda уже bu narsa xato deb o'ylayman. Ya'ni bizda shunday narsa singib ketganki, kattalar просто так shu ulug' bo'lganligi uchun meni yoshim ulug', men shu uchun любой bir vaziyatda haq bo'lishim mumkin degan fikr singib qolgan. Bu narsada, конечно, kichkinalar qiynaladi. Именно hozirgi zamonaviy yoshlar desa ham bo'ladi bu narsada. Dim qiynalib ketadilar. Bu narsa xato deb o'ylayman. Nechun desa, bizda ulug'lar просто shu haqmasligini tan olasi kelmaydi. Просто shu narsani tan olasilari kelmaydi. Nechikdir vaziyatda shu bundan kichkina bo'lgan odamni fikri to'g'riligini, bu esa uni fikri esa noto'g'riligini, ya'ni u haq emasligini tan olasilari kelmaydi. Xo'p. Muhammad. Men aytadigan gapim, balandroq ovozda gaplasang ham eshitadilar seni, Muhammad. Yoshlarim, ulug'larim o'rtasida bir gap bor. Bir ham kattani gapini agar, bir ham kichkinani degan. Siz bundan chiqarasiz. Ya'ni siz aytib turgan gapingiz na prinsip gap emasmi? Na prinsip gap emasmi? Boshqatdan takrorlang. Bir ham ulug'ning gapini. Yo'q, sen gapingni tushuntirib boshla, misol uchun. Ra'no hozir argument keltirib turibdi. Ya'ni ular hamma vaqt haq bo'ladimi? Bo'lmaydi turibdi. Ya'ni ular hamma haq bo'lishi kerakmi, to'g'rimi deb turibdi. Ya'ni kichiklar kapara hollarda ularni haqlari payma bo'lishi, haq bo'lsa-da sen nohaqsan, o'zingni u gapingda jim o'tir degan gapni aytilgan deb aytib turibdi sana. Sen endi bunga bir nechta argument biriktirib olganda aytma, sen gaping to'g'ri-da yo xatoda. Agar xato desang, asosan gaping to'g'ri desang, gap ko'rib gapirib. U asosan emas, ko'proq vaqtlarda vaziyatga qaraladi. Nera qarab so'zlash bilmay turibman. Oldi kamera. Siqilib, artasam. Shu men ba'zida qo'shilaman bu fikrga, lekin hamma vaqt emas. Misol Ra'noning gapi bo'yicha bir 70-80% holatlarda o'zi shunday situatsiyaga tushganki, shunday ochiq aytib turibdi. Ya'ni o'zini fikrini qaysidir yosh katta odam inobat olmay o'tib ketgan. Yo uni fikri to'g'ri bo'lsa ham qabul qilinmagandan jamoat o'rtasida. Shundan kelib aytib turgan bo'lsa kerak. Men o'zim hayotimda, ya'ni 22 yil umr davomida ko'rgan narsalarimdan xulosa aytsam, menda uning bo'lmagan deyarli. Ba'zida maktabda bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin umumiy qaraganda bo'lmagan menda. Ya'ni kuzatilmagan. Nechun desa shu Yalatda endi yurtda aytiladigan bir nima bor. Arablar mahallasida. Bir ham ulug'ning gapini agar, bir ham kichini deganini. Ya'ni hamma vaqt ham ulug' to'g'ri gapiravermaydi degan gapni shu maqol orqali yopib ketganlar. Meni fikrim shunday. Ajoyib. Mana bir naql eshitdim. Görashda atangdan yuk degan maqol bor. Budan ko'ra görashda yo urushganda o'zi atalar urush bo'lmaydi. Görashda atang degan ko'ra görashda yuk emas. Buni tenda ulug' ma'no bor. Ya'ni sen haq bo'lsang, oxiracha dur degan ma'no bor tenda. Ya'ni agar haq bo'lsang, oxiracha durish kerak. To'g'ri, endi ular hammasi ham bilan ko'ra kichik azob berish uchun yo bo'lmasa ularni yera urib, bo'ldi sen nohaqsan,
Seni gaping xato, hamma vaqt meniki to'g'ri deyish uchun emas, ularning dunyo qarashi shu narsani to'g'ri deb qabul etishi mumkin. Shunchaki. Misol uchun SSR davrida yashaganda nechik bo'lgan yo'qday. Hamma topilgan mol-mulk o'rtaga yig'ilgan, hammaga bo'lashtirib berilgan mayda-mayda. Kimdir agar ko'proq mehnat qiladigan bo'lsa, ko'proq harakat etib turib, bu narsa erishik bo'lsa, bu narsa yaxshi yoqtirilmagan, yaxshi ko'rilmagan. Ular shuni ko'rib ulug' bo'lganlar. Ular uchun haqiqat shu. Biz hozir kapitalizm davrida yashab turibmiz. Bizda boshqacha dunyo qarash. Shu uchun ham bo'lishi mumkin u, menimcha. Shuni aytib turibman-da, mana bu просто mentalitetda singib ketgan narsa. Hozirgi shu SSRdan netib keltirgan kattalarimiz, ya'ni ul odamlarimizda, ularda просто shu narsa singilgan. Bu orqali hozir biz уже boshqacha fikrlaganimizdan keyin ularni qabul etolmasliklarida ozgina qiynalishimiz mumkin. Lekin Rana bizda bir sorun bor, muammo bor. Misol uchun, ular bir narsani qora deb turibdi, sen u narsani oq deb turibsan. Biz neden bilamiz onu? Akmız o karami. Misal için rastlara bula hak basana. Misal için sen neden bilesin? Belki bula hak. Vaziyetni aytib turibman. Vaziyatdan chetdan qaraysan-ku odamda fikrlashgan narsa bo'ladi, to'g'rimi? Fikrlab turganingdan keyin shu narsa to'g'riligini sen o'zingni axir imanim bo'lib turibdi bu, shuning deb tushuntirgan vaqting yo'q, bu emas bu. Men aytganim uchun men shuning dedim, значит sen bo'ldi уже to'xtat. Deydigan odatlar, shuning vaziyatlar bo'ladi. Shuning vaqti te просто tan olasizlar gelmeydi. Просто ular katta bo'lgani uchun, yoshi ulug' bo'lgani uchun. Bizda просто men yoshi ulug'man, значит или uning bo'lgan. Uning narsa bo'ladi, ya'ni men yoshi ulug'man, menga ko'proq narsa mumkin, senga mumkin emas degan narsa bo'ladi. Agar men deydi, men ulug' bo'lganim uchun men senga cheklim so'ksam ham, sen indamay o'tirishing kerak. Nechun desa, sen kichiksan, men ulug'man degan narsalar. Shuning vaziyatlarni ko'rganman. Ota-onalarning orasida bolasi bilan ayniqsa shuning ko'p bo'lib turadi. Qara, misol uchun anglamaydigan shuning vaziyat bo'lib qoldi. Kim birini anglab bildirsa, nima bo'lib turganini, u senga qarshi sanab tursan, men to'g'ri emas, sen xato deb tursan. U aytib turibdi sana, yo'q, sen xatosan, menki to'g'ri deb turibdi. O'rtada nishat ochasiz, misol uchun, nav sara taraz bo'lib beradi. Ana kim haqligini nav bo'lib beradi sara. Misol uchun, mana bu suv deb turibman men, Muhammad deb turibdi, bu suv emas, bu buz deb turibdi-da. Nishat bilasizlar, misol uchun bizda asos bo'lishi mumkin, davay suv to'kib ko'ramiz. To'kilsa bu suv, to'kilmasa buz deymiz. Sizda shu narsa nav o'rtada. Kim haqligini o'rtaga bo'lib beradigan narsa nav. Ko'pincha men unda turib уже, например, yakuri og'iz bilanmi? Kim o'tiribman? Davaga qilib sporlashib o'tirishdan foyda yo'q desanda, sen ulug'misan, avval sen haqsan deb indamay chiqib ketasan. Lekin просто bu narsa уже odamni qiynaydi-ku baribir. Hozirgi yoshlarning hammasi qiynaladi shu narsa bilan. Hammasi emas. Aksariyat desa bo'ladi. Ko'pchilik. Ya'ni o'z fikriga bo'lganlar qiynaladidan o'tadi. Ota-onasini orasida bo'lishi mumkin. Men seni opangman, men seni akangman, to'g'rimi? Shu uchun sen men senga cheklim so'ksam ham, qichqirsam ham, yo bo'lmasa senga bir narsa desam ham, sen indamay o'tirishing kerak. Agar sen ming haq bo'lsang, ming nohaq bo'lsang ham deb aytiladi. Shu uchun bu narsa xato deb o'ylayman. Например, meni ukam aytadi, men aytaman. Bu videoni palankasi ishlayanadi deyman. Birinchi palankasi, например, da, aynan. Просто masalan Muhammad Soliyev ishlagan bilan. Ava deyman. Keyin bu aytadi, yo'q, buni Hidoyat ishlagan deydi. Men birinchi Hidoyatda ko'rganman shuning vaqti deydi. Lekin keyin haq bo'ldi shu vaqtda. Keyin u haq bo'ladi, uniki to'g'ri bo'ladi. Keyin men aytaman, qanasa ko'rsat deyman. Keyin u ko'rsatadi. Keyin men qarayman, ha, unda to'g'ri ekan, men adashibman deyman. Indamay qo'yaman. Или navodir shunga o'xshash vaziyat bo'lsa, ukam menga jiyanlarim navodir например, yo'q, aka bu meni edi, bu mening bo'ladi desa, ha, bo'ldi desa, men xato aytibman, men bilmabman. Shu uchun shuni ekan deyman. Yo'q, men bu yerda baribir men to'g'riman, men sendan ulug'man demayman hech qachon. Unga qara, bolalikda olingan travmalar degan narsa bor-da. Misol uchun ular SSR davrida yashagan vaqtida, Sovetlar davrida nechik bo'lgan, fikrlash mumkin bo'lmagan, hamma nechik bo'ladi. Paxta davri, hamma zing paxtasiga yo'q. Paxta davri yo'qmi? Hamma yo'qol kolxozdan. Misol uchun odam fikri eshitilmagan, ko'rinovi. Kim elida kuch bo'lsa, kimda hukmronlik bo'lsa, shu gapini o'tkazgan bo'ldi. Qog'oz jim o'tirib buni eshitgan. Ular shuning muhitda ulug' bo'lgani uchun hozir ham sizlar shu muhitni talab etadi-da ular. To'g'ri. Keyin bizdan ko'rib turgan bo'lishi mumkin hozir Ra'no opasi akasi, Muhammadning opasi akasi, opa aka men ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. Biz sizlar yaxshi ko'ramiz. Hozir biz просто discuss, ya'ni muhokamada o'tiribmiz, fikr almashish uchun. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz, lekin ba'zi hollarda biz birimiz tushunmay qolgan vaqtimizda murosa bilan masalani hal etishga haqlimiz. Ya'ni shu haqida hozir suhbat ketib turibdi. Bu podkastdan keyin Muhammadning uyida akasi opasi o'rtaga olib, bo'k o'tirishsa, o'rtashabasiz hozir Muhammad navdir deydi. Misol uchun men hech narsa deya olmayman, sababi uyimdagilar undan o'zimdan kelib hayotiy tajribasini aytadi. Shu xodon hammasi eshitilgandan, ya'ni o'zim shaxsiy fikrimni aytib bilganman. Xato bo'lsa ham, to'g'ri bo'lsa ham, yo nernidir ozroq to'g'rilash kerak bo'lsa ham, hech qanday
cheklovlar bo'lmagan. Yo'q, Hech menda qanday. Da, hech qanday. Hech qanday. Hech qanday. Misol qanday. uchun o'qishga kirganman. O'qishdan olsak, Buxoro davlat universitetiga kirganman, iqtisodiyot yo'nalishini. Lekin u o'qish meni yo'nalish emasligini bilganman 3 oyda. Shu momentda tashlab chiqib ketganman. Bu vaqtimda uyimdagilar meni mo'jibullab zo'r o'qishga kirding, misol, например, shuncha tayyorlanib o'qishga kirding, nima uchun o'qimaydirsan deb o'zini bosimini o'tkazib, meni shu universitetda qolishga majburlashlari mumkin edi. Lekin menda uning bo'lmagan. Misol, kontrakti примерно $2000 bo'lgan universitetda xususiy, ya'ni частный universitetga kirganman. O'zim yo'nalishim, o'zim qiziqish bo'lgani uchun. Alaykum assalom. Uzr olasizlar. Men ham xohlagan shu vaqtgacha xudoga shukr opam netmagan. Nodirdan ограничить etib, ya'ni to'sqinlik etmaganlar. Xolamcha ittifoqda yurganman to'g'rimi? Xohlagan narsalarimda, tadbirlarimda qatnashib xohlagan yerlar bor. Xola emas, hamma tadbirlarda rana boradi. İttifaqda yashagan. Shuning uchun men просто chetdan ko'p uni vaziyat ko'rganim uchun menga og'riydi shu narsani ko'raman, bo'ladi. Rostdan bu kichkina odam haq bo'lib turgan bo'ladi-da. Shuni ulardan просто shuni qabul etolmasligi qiynaladi. Qabul etolmay qiynaladi. Shu narsa chetdan ko'rsang qiynaydi-ku. Bu qismada qaqi baribir kichkina. Men aytadiman, ko'rgan vaziyatlarim bo'yicha men aytib turibman. Bizda просто shu narsa dum ko'p, u og'riqli tema uda bo'laman. Lekin rana qara, ular ko'pni ko'rganda endi ham bor lekin. To'g'ri, ular ko'pni ko'rgan. Ba'zi vaziyatlar to'g'ri, haqsan. Ba'zi vaziyatlarda misol uchun ular nohaq bo'lsa-da, o'zini haq tutasi keladi, ustun kelasi keladi, lekin ba'zi vaziyatlar bor, baribir ularga quloq solish kerak. Misol uchun qara, Muhammad misol uchun 5 yoshida edi. Akasi bilan bozorga bordi misol uchun bu. Bir ko'rish ko'rdim, krossovka ko'rdi. Krossovkani olib keldi. Krossovka lekin buni oyog'ini qisadi-da. Lekin Muhammad dumab qoldi. Ko'rinishi dum xushroy, zo'r. Muhammad gasi bor. Lekin u kichik u, oyog'ini qisib qoladi. O'zi Muhammad 5 yoshli bola u. Tez ulayadi. Misol uchun bir kapniki oyog'i yana ulayadi, oyog'ini qisib qoladi ko'rish. Akasi aytdi misol uchun, "Ayna bu 1-2 razmer ulay, imon olib turibdi." Ha Muhammad imon yopishib yotibdi misol uchun, yo'q, men o'sha yoqda deb. Bu vaqt lekin men uni akasi haq deb bilaman. Ya'ni to'g'ri 100% holat bir odam bo'lsa 40%, 50%da ular nohaq aytishi mumkin, lekin bular 100% nohaq aytadi degan narsa menimcha xato. Ular 100% постоянно ham vaqt nohaq aytadilar, hamma vaqt o'zining gapini ma'qul degan narsa menimcha noto'g'ri. 100% men ham 100% deb turganim yo'q, shunday vaziyatlar bo'ladi deb turibman. Men aytchakim 100% har doim ular nohaq, kichiklar haq deb turganim yo'q. Ular haq vaziyatlar ham bo'ladi, lekin nohaq vaziyatlar ham bo'ladi. Shu vaqtda ular shuni qabul etolmaydi deb turibman. Tushuntiribsiz? Qara, misol uchun shunday vaziyat bo'ldi. Necha tushunamiz? Da. Tushuntirasiz boshda, tushunmasa yo'q, men baribir desa, hop, sizdan chiqib ketasiz, boshqa iloji yo'q. Как раз, hozir misol hammamiz balogat yoshini o'tganmiz, 18, 19, 20 yoshdamiz. 20, 22, 24. Shu yosh kattaroqdan. Hali 20 olaman. Bizani yoshimizdagi asosiy global tema bor. Ya'ni oila qurish temasi. Shundan kelib chiqsakdan, misol uchun Rana aytib turibdi uyindagilar, sen yumshoq bola borasan. Muhammad. Yo'q, endi-dan. Misol uchun. Ya senga kimdir uyindagilar aytib turibdi, shu qishloqdagi shu qizni olasan. Sen u qizning istoriyasini bilmaysan, hech narsasi haqida ma'lumoting yo'q. Sen shunda to'g'ri borib yaxshilab olasanmi? Ya'ni hech qanaqa muzokaralarsiz. Menmi? Ha. Shaxsan men yo'q. Bu narsa bilan men akam bilan opam tanlov xato, ulardan men aqlliman, ulardan ustimdan yana narsadan uzoqman. Ular misol uchun o'sgan muhit, ular menning balogat yoshida o'tgan muhitdagi dunyo qarash, mentalitet bilan hozirgi bizani atrofimizdagi muhit, mentalitet ular boshqa narsa. Misol uchun ular haqli edi, o'zi meni ko'ra akam bilan opam emas, shularning dangdushlaridan ko'pisi shunday, nechki bo'lishi kerak qiz bola, iloji boricha o'qimagan bo'lishi kerak, dum sodda bo'lishi kerak, xizmat cho't ketishi kerak, ovqat pishirish zo'r bo'lishi kerak, uy ishlari zo'r bo'lishi kerak. Men ham ko'rsam. Ey xizmatkor. Yo'q, men ham ko'rsam edi. O'qimagan bo'lsin. Yo'q, o'qimagan degan emas, ya'ni uy tozalash bilish kerak, misol uchun ovqat pishirish bilish kerak, tarbiyali bo'lish kerak, odobli bo'lish kerak, qo'shilaman. Lekin bu degani o'qimagan bo'lishi kerak, ongli bo'lishi kerak, sodda bo'lishi kerak, degani yana tarbiyali bo'lish kerak bo'ladi. Nima uchun boshqaruv oson-da. Boshqaruv oson, lekin ular menga aytgan gapi bor. Sen iloji boricha aqllisini ol dedi. Sababi ertaga uni bolalar ham aqlli bo'ladi. Ya'ni bolalar ham aql beradi dedi. Aqlsizdan bolalar ham aqlsiz ekan sabr yetadi dedi. Muhammad sana deb ketmadi bu. Yo'q. Ejash turibman. Shu vaqtdan deyman. Rana endi savol sizga. Meni opam hech qachon majburlab. Yo'q, Rana, misol, akang telefon desam misol uchun Rana dedi, короче, bir bola uchrashib chiqasan. Keyingi oy to'y dedi misol uchun, nima deysan? Keyingi oy to'y? Masalan, shunday vaziyat bo'lib qoldi. Yo'q, deyman, просто ularning ko'ngli uchun yaxshi shu odam bilan uchrashib chiqib ko'rishim mumkin.
Agar u odam menga to'g'ri kelmasa, конечно, yo'q. Uch yoshga chiqib ko'rdingiz, siz ham hozirroq aytdingiz, misol, например, yaxshiroq joyda Lekin- o'qidi. Yaxshiroq joy o'xshaydi, yaxshiroq bola o'xshasa, kamida 1 yil все-таки sen bilan gaplashib ko'rish. Friend Bir yıl? Bir yıl. Bir yıl Friend zone. 165 gün. Kamida emas, maksimum diyecek maksimum 1 yil. Kamında. Kamida. Men kamida deb aytman, uzr, Ya yo'q. kamındancha bu da. Ha, kamida. Kamida 1,5 yildan sal ko'proq bo'lishi kerak, 7-8 oy. Yo'q, Chunki Yarim birinchi oy, to'xtanglar, Aha. konfetno-buketный period degan narsa bo'ladi hammada. To'xta hozir Отношенияda. period ya'ni ingliz aytdi, konfet buket ruscha aytdi. Bizlar tushuntirib beramiz. Bizlar ko'rib turganlar hammasi ham ingliz so'zini bilmaydi. Konfetno-buketный period degani, Aha. menimcha ko'pchilik o'zi biladi bu Yo'q, so'zni. tushunmaydi. Ruscha Yo'q. biladi, ular biladi. Birinchi oyda, например, qiz bilan bola отношения boshlagan vaqtda bir-birini yaxshi ko'rsatib, yaxshi taraflarini ko'rsatib, ko'r yaxshi gaplashadilar. Aha. Birinchi oy hamma o'zini rosta kamligini ko'rsatmaydi. Shatsangizlar ham hamma o'zini yaxshiligini boshqacha aytib ko'rsatib, avnattiradi. Уже bir oydan sal o'tganidan keyin уже ikkinchi, uchinchi oyga qarab hammani asl yuzi ochilib boshlaydi. Baribir o'zini xarakterini ko'rsatadi. Qiz ham bola ham o'zini xarakterini ko'rsatadi. Shu vaqtlari agar shu xarakterlarni bir-biriga ko'tarib bilishga tayyor bo'ladigan bo'lsa, shu perioddan o'tganlaridan keyin shunday ham bir-birini yaxshi ko'rib, bir-birini kamchiligini ko'rib bilib, shuni qabul etib bilsalargina, значит birga bo'lib ketish ehtimoli Lekin o'zi bo'ladi. lekin qara, Rana, misol uchun sen 1 oy pul yedingda masalan. 1 oy pul yeding, sana pul jarna deb keladi. Masalan aytib qo'ying, endi misol uchun sen kunda bir odamni gaplashib yursan, уже sen uning haqida hamma narsani bilib olding. Va ham sen haqida hamma narsani bilib oldi. Bilmaydigan vaji qolmadi уже. Sen haqida hamma narsani bilib olding. Уже ichkisi qolmaydi bir-biridan, уже bo'ldi. Zerish bo'lmaymi? Endi bunday narsa bo'ladi. Gözüme görmeye yo'qoldi. Birga ikki odam ham agar o'qimishli, bir o'zining hayoti bo'lishi kerakdan ikki odamdan. Ikkisi ko'rib bir-biri bilan bunday qilmasligi kerak. Endi hammadan отдельный hayoti bo'lishi kerak. Ya'ni ishi, o'qishi, o'zi o'rganib bilgan qiziqishlari, agar birga совместный qiziqishlari bo'lsa, например, men большой tennisni yaxshi ko'rsam, u ham большой tennisni yaxshi ko'rsa, birga tennisga borishimiz mumkin, например. Birga ashuni nodirlar aytib, birinchidan bu отношенияni bir-birini yaqinlashtiradi. Ya'ni odam bir-biriga bo'lgan mehri oshib boradi okey, bir-biriga. Rana, Toshkentdan Deshana chiqamiz. Viloyatlarda ham endi bizda viloyatlarda saat turgan ul tennis hammada yo'q. Kichkina Yo'q, topshiriq. bu например deb turibdi. Endi Primerni Yo'q. bir-birini qiziqishlari, no Aha. qiziqish bo'lsa ham. Misol uchun qishloqda qila, masalan. Misol. Qishloqdagilar uning narsani O'tirmoqchilar bilan birga. qishloqdagilar uning narsani bilmaydi axir. Xo'p, Sho'rba. keng qishloqda uning Shuning narsa ham ruxsat ham uning bermaydi. narsa ruxsat berilmaydi. Shuning uchun endi Bu umumiy olib narsani yaxshiroq. bilmaydilar. Men o'zimni vaziyatimni aytdim. Okey. Men birovlarni aytib turganim yo'q. Menda shunday bo'ladi deb o'ylayman. Qishloqda Xudo xohlasa bo'lsa, shunday. Lekin esa yo'q. Qishloqdagilar rostdan ham ruxsat bermaydilar. Ruxsat bersalar shu Ya, ruxsat berib yo'ylar ham bor lekin, просто ruxsat bersalar qarang. ularda hozir san turgan ana aktivitelar yo'q-da. Sразу Yo'q, gap bizada bunday aktivitida bo'ladi. emas. Navda. Misol qishloqda bo'lsang, tezroq. Birga Uy- mol boqamiz. Uyingdagilar Nima, o sen shu mol sutini yechib yuribsan. Yo'q, men Eshitib eshitdim, siz eshitdingizlar shunchakli. Yaxshi, qisqa olsin yurma. Assarak so'zla, gap eshit. Yaxshi gap bo'lar, men eshitib tur, men so'zlayapman. Misol qishloqda seni 1 oy 2 oy cho'zib yurmaydi-da. Yo 1 yillab ham cho'zib yurmaydi. Hozir aytib ekanman shu Misol gapni uchun- tushuntirib ekanman. Sen ertang yo bugun bording, qiz so'rading, yana bir gal keyin uydagilar maslahatlashsin dedi. Keyingi bording, uje qiz bilan ko'rishsin dedi. Qiz bilan bola ko'rishdi. Qiz uyindagilar bilman yo avo desa, u ketdi uje 1 oy ichida to'y bo'ladi. Doppa to'g'ri. U sen hatto u bilan 3-4 marta ko'risholmaysan. Endi может bo'lishi mumkin. Misol giymaga chiqqanda boshqa narsada tak ko'risholmaysan. Men friendlar qaranglar, men sizlarga bitta bir vaziyat aytib beraman, zo'r vaziyat. Bo'lgan vaziyat beraman, Aytib bering. to'qijog'im yo'q, yaxshi gaplashing. Shu gap bilan qo'shilaman. Hozir shu Aha. gapni aytib ekanman. Ya'ni rostdan ham bu narsaga ruxsat bermaydilar. 1 oyning ichida sразу sovchi yuboriladi, bir-birini aytadi, ko'rishadilar, 1 marta, 2 marta ko'rishadi, to'y bo'ladi, ketadi. Ish shu orqali ham, shu uchun ham keyin ajrashishlar ko'p bo'ladi. Ya'ni bir-birini o'rganmaydilar. Gap temadan to'g'ri chetlashib keladimi, borayapmiz. yo'qmi? Shu narsadan o'rganmaganligi uchun ham ajrashishlar ham ko'payib Qarasa, ketadi shu Rana, narsadan ko'p deb o'ylayman. Majburlab, agar shu qiza o'ylanmasang, ya shu bola ara chiqmasang, men sendan noroziman deyishlari bor ota-onalarni. Shu narsalardan ham ko'pincha bir-birini ko'p o'rganib, hali to'g'ri keladimi, yo'qmi bilmaganliklari sabab ham tez to'y bo'lib ketishidan, to'ydan keyin ko'radilar, kelishmaydilar. Keyinchalik shuning ajrashishlar ham ko'p bo'ladi. Qarasa, Rana, masalan, bo'lgan vaziyat aytaman. Men yaqinda Axunboy mechitda bordim. U yerda domla bor, domladan so'radim-da. Короче, shunday. Uylanjakman dedim. Nechik maslahat berasiz dedim-da. U menga aytdi, iloji boricha dedi, o'zing iloting bilan tanishib bilish, u yaxshiroq normal qiz bo'lsa, so'l uchun qo'y, uylan dedi. Ya'ni gaplashib, izn surishtirib o'tirganga paydo yo'q dedi. Bo'lgansa voqea aytib beraman, men unga kelgan odam aytaman dedi. Domla yonida bir odam kelgan, erkak, 30 yoshidagi erkak kelgan.
Aytib beraman. Temadan jetlashib Yo'q, qo'yatirmiz. temani ichi. Temani ichi, g'irt temani ichi. Yangi erkaklar aytgan, men xotinimdan ajrashacakman degan. Ajrashmasam bo'lmaydi degan. Damo so'ragan, "Necha ajrashacaksan?" desa, "Men u bilan avvaldan gaplashdim" degan, "Ko'rishib yurdim" degan. "Ikkimiz ham o'qigan odammiz, institut ekanmiz" degan. "Men sразу uylanganim yo'q" degan. 1-2 yil sinab yurdim, gaplashib yurdim degan. Sinab netdim dedi. Uylandim dedi. Uylanib turib chetga ketdim ishlamaya dedi. Chetda normal oylikda ish qilib ketdim dedi. Gelsam, xotinim boshqa erkakni yurtdi uy ichida dedi. Shunday ish bo'ldi dedi. Keyin qo'shnilar borku, qo'shni istamsiz, oysizlar. Neighborlardan so'rasam dedi, bu erkak dim kelib kelgan dedi. Почти kun degan dedi. Ya'ni gaplashib yurgan, 1-2 yil gaplashib yurib, keyin uylangan odam shunday bo'lib chiqib turdi. Ya'ni odam bilib bo'lmaydi, misol uchun sen kimdir bilan 3 yil qara, 3 yil yo 5 yil gaplashding, kimdir bilan 5 yil gaplashib yurding. Lekin 5 yil bo'lmaydi hech qachon. Yo'q, misol uchun deb turibman. Misol uchun 5 yildan beri kimdir taniysan, sen uni zo'r bilasan, masalan. Sen unga oila qurgandan keyin undan boshqa odam bo'lib chiqishi mumkin emasmi? Masalan. Boshqa odam bo'lib chiqishi mumkin. Lekin ozgina bo'lsam bilib chiqqaningni, bilmay chiqqaningni. Men, например, bir oyning ichida danishib gaplashib ketgan odam bilan bir yostiqqa bosh qo'ya olmayman axir. Hech qachon men shab butun umrimni topshiraman men unga. Butun umrimni shapmay ishonishim mumkin. Keyin bir narsa aytganlar, biz hozir bilib turgan fikrlar, bular o'zimizning fikrlarimiz, biz bu bilan butun jamiyat shunga moslashib majbur, yo bo'lsa biz fikrimiz eng zo'r fikr, qolganlarki past fikr deymiz. Просто biz Hitler emasmiz. Subjektiv fikr, subjektiv. Qarang, bir narsa bor-da. Yaqinda собеседование borganda bir qiz bilan gaplashib qoldim. Suhbatga borganda. Suhbatga borganda, ava. Isha suhbatga borganda. O'zbekcha gapir. Isha suhbatga borganda bir qiz bilan gaplashib qoldim. U qiz ekan, magistratura bitirgan, aspirantura bitirgan qiz. Aytib turibdi, turmushga chiqqanmisiz, bolalaringiz bormi deb so'rasam, yaxshi, yoshi ulug'gina endi aspiranturani bitirgan. Aytib turibdi, yo'q, bir oy yashab chiqib ketdim, bir oy yashadimdan shu bilan ajrashib ketdim deb turibdi. Hov desam, ota-onam topib shunattirib netgan, tipo shuni aytib chiqdi, yaxshi deb chiqib ketganman deb turibdi. Keyin qarasak deb turibdi, boshqa bir oilasi, boshqa bir bolasi, bolalar ham bor ekan, oilasi ham bor ekan uni, ya'ni nikohdan o'tib shunday yashab yurgan deb turibdi. Shunga odamga chiqib qo'yishni kim xohlaydi, например? Bilmasdan turib, bir oyning ichida bo'ldi deb chiqib ketaverish to'g'ri narsami shunda? Hozir siz aytib turgan u molla aytgan emas, hozir odamlar u hozir tutish. Molla aytgan gapni men aytib turgansam, molla aytgan gap bu o'tgan zamonlarda SSRda bo'lgan gap emas u. Shu vaqtda bo'lgan gap. Yo'q, shu vaqt, yo'q, siz tushunmaysiz. Netmi o'ylan degan aytib turibman, ya'ni uni u menga to'g'ri borib. Sizda onsat bo'lishi mumkin. Rana, sen aslida tushunding. Bu molla menga to'g'ri borib dik o'ylan ketmayapti u. Просто ana 6 oylab, 1 yillab, 3 yillab gaplashib yurmadi, короче, tushundingmi? Ya'ni misol uchun sen uylab bilmay qolsang mumkin. Misol uchun tasavvur et, men bir qizni qara. Bir qiz bilan o'njakman misol uchun. Men aytdim, "Davay" dedim, 6 oy gaplashamiz dedim, misol uchun. 6 oy yurdim. Men istayman misol uchun. Men navdir bo'lib o'lib qoldim men masalan. Ana u qiz bilan men 6 oy yurganimni muhabbat biladi misol uchun. Kimdir u qizga o'njak bo'lsa, misol uchun muhabbat yapib so'rab turibdi. "Ey, o qizning qiz u, nima deysan, uylanishga tavsiya berasanmi?" desa, muhabbat aytadi. "Ey, qo'y uni" dedi. 6 oy muhabbat bilan gaplashib yurdi. Misol uchun, ненормальный, Muhammaddan ненормальный odam bo'lib chiqadi. Yo'q, misol uchun. Hozirgi zamonda u narsa уже Rana, qara, o'zing nima deysan? Bir narsa, men bir narsani bilaman, Siraq so'rlang. Agar yo'q, zo'r katinam zo'r yasadi. Qarang, bir narsaga aytaman, to'g'ri. Cheklim cho'zilaversa, atnashanga shunchaki oxiri yomon narsa bilan tugaydi. Ya'ni oxiri to'y bilan hech qachon tugamaydi bu narsa. U yo 4-5 yil degani uni oxiri уже iberinga kelib, уже hamma narsadan o'tib bo'ldi, уже jonima deyding degan yerga keladi. To'g'ri, u narsaga qo'shilaman. Shuncha aytibman. Men ham bilmayman, kamida maksimum 1 yil dedim. Хотя бы, например, 4-5 oy gaplashib, bir-birlaringizni qiziqishlaringiz to'g'ri keladimi, nima iching qismaydimi u odam bilan? Shu maqsadlaring o'xshashmi, shu narsalarni bilib olish kerak, e'tibor berib, bilib olish kerak bu narsani deb o'ylayman. Например, hozirgi bolalar sizlar ham aytgandek, qizlarga ishonch yo'q deysizlar-ku, qizlar ishonch yo'q emas. Qizlarning ishonch yo'q. Misol uchun sen tasavvur et-da. Qizlar emas, sen o'zing o'g'il bolasini tasavvur et. Muhammad misol uchun Muhammad emas. Masalan, Muhammad shuni tasavvur et, bu hozir 22 yoshida bo'lsa, bu 18 yoshida gaplashishni boshladi va 4 oydan misol uchun bu bir 15 dona qiz bilan gaplashdim, tushundingmi? Masalan, tasavvur et, 15 dona qiz bilan har 4 oy almashtirib. Misol uchun almashtirib gaplashdim. Masalan, yo'q, misol uchun qarang. Hech qachon propaganda aytmayman. Yo'q, qarang, Rana, qarang sen bu yerda. Hech kim propaganda. Muhammad endi bu yerda professional bo'lib ketdi, qizlar bilan gaplash bo'yicha. U любой qiz уже biladi, professional. Psixologiyasini bilib bo'ldi уже. Sen bunga potensial ar sifatida qaraysanmi endi bu? Ya'ni sen ham gaplashga sen tashib ketish mumkin. 4 oy sen bilan, qara, 4 oy sen bilan gaplashadi, 4 oydan keyin kompyuter aytadi, keyin goodbye deysan. Misol uchun-da. Sen nima bilasan shunday bo'lishini? Sen neden bilasan shunday odam emasmi bu? Shunday odam gaplashishidan bilasan-ku. Chat bilasan. Misol uchun qara, sen u yaqindan gapirib turibdi-ku.
Kur yoqadan gaplayversa noto'g'ri-da shu narsa. Sen ne bilasan uni? Sen aytmay bu men. Yo'q, qarang, ikki yuz bunday qilgan bo'ladi. To'xtab turing. Yegan og'iz to'ymaydi degan gap bor-da, yegan. To'xtab turing, to'xtab turing. Birinchidan sportlar aytiladi lekin matematika Ha, o'rgandim. Muhammad uning emas aytgancha. Bu uning bola emas. Prosta Muhammad misol keltirdim. Muhammad ham bo'lmaysan. Sen misol keltir. Yaxshi. Birinchidan qarang, bunday bo'ladi-da. Srazu o'zi odamni o'g'il bolani seriozniy emasligini srazu birinchi gaplab, bir zamat bir soat gaplashsang bo'ldi, bilib olsa bo'ladi u narsani. Например, birinchidan ko'pincha siz aytganingiz bolalar babnik deb aytiladi, to'g'rimi? Xalq tilida babnik deb aytiladi. Ular ko'pincha eng og'zi kir so'kinadigan ham bo'ladilar. Hamma vaqtda kir gaplarni qo'shib berib, Muhammaddan aytib turganim yo'q. Hamma Eng vaqtda tartibli bola bo'lsa. kir gaplarni ondattirib, so'kinishlar qo'shib, o'zidan ketib, onda tipa blotnoyda aytib gaplayjak bo'ladi. Ular точно shuning babnik bola bo'ladi. Tushuntiribmisiz? Yo'q. Uning bolani srazu sezbasangiz bo'ladi. Endi И qara. srazu birdan sana jonim, bir balo shunga o'xshash bir so'zlarni ishlatadigan bo'lsa, shu gapni ishlatgani uchun ham уже Eshitsang nenormalniy ham bo'ladi. bilmayman. Rada, masistr, eshit. Misol uchun Eshittiring, meni Muhammad gapimni oxirigacha. yaxshi 20 qiz bilan gaplashgandan keyin Muhammad уже bilib oladi bu. Srazu jonimdan bilsan, srazu uning tema o'tib ketmaydi bu. Keyin bu seni yangi so'kmaydi bu. Biz yana o'tganda so'kinadi, sen o'tganda уже Yo'q, uning oppoq odam bo'ladi. uning bo'lmaydi. Babnik bola ko'pincha shunday turib o'zlaridan ketib, naoborat siz aytgan, naoborat shuning narsalarni, ya Kuchinskilar bo'ladi-ku, sochini imdattirib berib yuradi. Bular shu babniklarni turlaridan bo'ladi. Magic City. Uzr, конечно. Bular вообще temadan uzoqlashib ketdik, lekin bizda to'g'risini aytsam. Lekin nodat turadi, yamdan chiqib ketdi. Dum ko'p fikrimni bo'ldingiz lekin. Xudoyi borku. Muhammad nima deysan shu gapga? Shuning shular o'ylaydilar, что qiz bolalar ko'p so'kinib, o'zini boshqacha ko'rsatsa, zo'rman deb o'ylaydilar. Zo'r bo'laman, shunday yakaman deb o'ylaydilar. Afsuski, endi balkim yakar, har kimning vkusi har xil. No, ko'pchilik yoki-da aksariyat qizlar seriyozno o'zini tutib olgan, o'zini nedan ishlab tutishni biladigan, elegantni gaplar biladigan o'g'il bolalar yakadi. Endi Ra'no o'xshagan qizlar 10% ham chiqmaydi. O'zbekistonda 5% ham chiqmaydi. 5% chiqishi O'zi chiqmaydi. ehtimol kam. Yo'q, seriyozniy, qara. Sen qishloqda yashaydigan qizlar yana bor. Bir yaxshiroq gap aytaylik, tamom. Yo'q. Yo'q, my friend. Qishloqda shunday qizlar bor. Sen gapga eshitmaydi bo'ladi. Nima? Aha. Yaxshi gap yani chiqmaydi. So'ngra birdan boshqa friend zone degan narsa bor, o'zing bilasan. Friend zone. Endi shadow degan qizlar biladi. Qishloqda degan friend zone degan narsa yaqinlashtirmaydi. Qara. Sen bu yaqinda maktabga borib ko'rdingmi? Ho. Qachon bording? 2 oy bo'ldi, 3 oy bo'ldi. Shu borgan vaqtingda sen 10-sinf, 11-sinflari bir ko'r, qaytib borib ko'r. O'zingiz maktabi? Любой maktabga, misol qishloqdagi любой maktabga borib ko'r. Men sana aytaman, 90% уже friend zone nima sen yaxshi biladi. Balki Уже internet orqali уже hamma bilib bo'lgan bu narsani, butun O'zbekiston, qishloq bo'ladimi, nima bo'ladimi, shahar bo'ladimi. Lekin ularda haqiqatda ongli ravishda ajratib bilmaydilar. Ongsiz ajratish mumkin. To'g'ri. Ya'ni lekin bir narsa aytib qo'ying, yoshlar ayniqsa 10-11-klassda friend zone yaxshi narsa emas. Короче, o'qishlaringiz o'qing, okey? Hamma o'zi biladi bu narsani. Yo'q, lekin ta'sir etishi mumkin. Endi o'g'il bola uncha emasdan qiz bola yomon ta'sir etadi. Misol ko'pchilik ota-onalar maktabdan so'raydi. Ya'ni o'qishi bo'lsa, o'qishini bor, kursdoshlaridan so'rash mumkin. Ya'ni misol sen ham kurs o'qigan qiz olacak bo'lsan, kursdosh bolalardan so'rab ko'rasan. Qani o'zing chekda bossanda, temani birdan uni ochmay aylantirib. Ya ko'chasindagilardan so'rab ko'rasan. Uji va bu endi yuzini surishtirasan-ku. Misol ashundan ochiladidan ko'p narsa ochiladi. Lekin menimcha, men shaxsiy fikrim bu, shu an'anaviy usul yaxshi deb o'ylayman men uylanajak vaqtimda. Ya'ni to'g'ri, men polni qo'shilaman. Qiz bola, o'g'il bola bir-biridan gaplashib olishi kerak. Lekin gaplashib yurishi kerak narsa men nima qo'shilaman. Sabab degan narsa bor-da, misol uchun, yangi narsa, konfetdan nima olding? Konfet period. Konfetni period. Shu narsa bor rostdan ham, misol uchun hayotda Ra'no misol uchun o'zi ara dejak bolaga o'zini yomon taraflarini, inama yomon taraflarini bor deb ko'rsatib tashlamaydi. Shunda, например, xohlab gulmasliking mumkin. Muhammad ham misol uchun o'zi o'ylanajak qizlar sразу borib turib, men immunining kamchiliklarim bor, ko'rib qo'y demaydi-da, misol uchun. Men o'zim aytmayman misol uchun. Men misol uchun aytaman. Yo'q, darim aytmaysan sen. Yo'q, darim aytaman. Aytmaysan. Aytgan kamerada. Yo'q, men darim aytaman. Sen yo'q turgan bo'lsin shunda. Ko'rgan bo'lsang ko'rar, men aytaman, tamam. Ayt. Navni aytaman. Kim bu yerda bilmayman. Ya'ni, nachun men ana usul to'g'ri deb bilaman. Misol uchun men
men shuni xato ishim bormi, men xato ish ustida yuribmanmi? Kimdir menga misol uchun bo'lajak ar sifatida qarab turibmi, men so'ch qo'ysam, u meni surishtirsin. Men kimligimni bilsin u. Men chiqarimni bilib olsin u. Men ham kimgadir uylanajakmanmi? U qiz o'zining inchiqligini, buni yurish turishini inchiqligini bilib olishim kerak deb o'ylayman. Lekin Eng birinchi bir oilasini taraf bilsin. badan. Ya oilasi Menga to'g'ri, ikkinchi tomon ham bor. Inchiq. Ko'rib biladigan, ko'rib bilmaydigan odamlar ham bo'ladi. Siz yaxshi deb, o'zi yaxshi qizni yomon deb aytadigan odam ham bo'lishi mumkin. Har doim ham odamlarning fikriga qarab yo'l tutish to'g'ri deb o'ylamayman. Yo, odamlar Temadan yana fikrida chetlashib odamlar fikrida to'g'ri borib turib, misol uchun nabodam ish bo'lsa, yomon bo'lsa, bo'lsa go'dbay ketmaydi. 5-6 yerdan surishtiradi. 5-6 yerdan surishtirsangiz. 5-6 yer hammasi ham yomon Napример, desa, qarang. demak bo'ldi, boshqa variant bo'lmaydi endi. 6 odamdan surishtirdingiz. 3si yaxshi dedi, 3si yomon dedi. Shatasiz shuni. 3 yaxshilar uchun tavakkal desam, o'ynab ketaverasan, bo'ldi. Tavakkal. Lekin 6 ham yomon desa endi. Boshida men o'ylayman, odamni o'zi bilan birinchi gaplashib ko'rsangiz, Ko'proq o'zi qarab fikrini gaplashgan. bilib olasiz deb o'ylayman. Misol uchun Rana qara. Necha o'zini Asrat so'rab fikirlar. Yaxshi, yana zo'r yozadi. Rana qara, misol uchun tasavvur et. Sen bir bolani yaxshi ko'rding. U senga so'ch qo'ydi, sen o'ylanjaksan. O'ylan. Yo. Turkchada bor, o'ylanjaksan. Yo, turkchada ikkita mish ketadi rostdan. Yaxshi. Yaxshi ara deyeceksan, misol uchun rozi bo'ldingda, misol uchun. Lekin Biz o'zbekcha, xorazmchada gaplab turibmiz. masalan, akang Ko'proq aytdi. xorazmcha Ey, masalan akang aytdi, "Davay surishtirib ko'ramiz" dedi. Akang bordi, surishtirdi. Misol uchun 6 yil surishtirdi, 6 yil aytdidan, "Bo'lmaydi, yanglashtirim" dedi. Misol uchun-da. Akang gap aytib turibdi, misol uchun, "Rana, qizim qara" deb turibdi. Gap yo'q, sen yaxshi yurasan, baxtli bo'ling agar o'xshab ketsa deb turibdi. Lekin deb turibdi, 6 yildan surishtirdim deb turibdi. 6 sam bo'lmaydi, cho'lash dedi. Sen nechta desa? Arada ketarasan. Masalan. Yo'q. Men agar u odamni gaplashgan vaqtda o'zi minus taraflari, o'zi fikrlashini, u bu narsaga srazu men har xil temada odamga birinchi savol berib ko'raman. Fikrlash bo'lmasa. Yo'q, qara, sana savol. Fikrlashi bo'lmasa, конечно, Ey, goodbye. Sen savol bergan vaqtimda sana zo'r gap turdi. Sana вообще minus taraf yo'q. Lekin sen Uning bo'lmaydi. Bo'p qolsa Aslida unda ishlaysan. ChatGPT dan so'rab o'tirgan bo'ladi, lekin ChatGPT ishab yozishini ham bilaman men. bo'p qozonishsan. Uning bo'lmaydi. Bo'p qolsa. Odam baribir bildiradi. 1% bo'lsam chiqadi. Chiqadi bir. Yo'q, sen aytib turgan bo'lmaydi deb tursang 1% bo'lsam chiqadi shuning. Endi o'zini xo'shroq zo'r ko'rsatib turgan deysizmi? Gapimdan ham. Ha, shuni aytibman. 10 dan odamdan birsi yoki shu sen xohlaning chiqadi. Keyin sen Avval shuni bo'ladi. tasavvur et 10 dan odam misol shuning offer berib turibdi, ya'ni taklif, uzr, inglizcha gaplarni. Shu taklif berib turibdi, shu ikkisi dum sana nima turibdi? Yakib turibdi. Sen shu vaqtda qaysi birini tanlaysan? Novsini qaraysan. Dum yakib turibdi. Da, tanlov qara. Ikkisi deyarli farq yakkan qilmaydi. bo'lmaydi. Hech qachon uning bo'lmagan. Bir odam Yaxshi. Yaksa bir odam yaqishi mumkin, ikki odam yaqishi mumkin. Ikkinchisi shuna o'xshashda. Endi, например, o'xshash odam kerak deydi deb o'ylayman. Точно shunday odamni o'zini tanlagan yaxshi deb o'ylayman. tushunirsan. Senga yakadi, senga bir odam qiymatam, Ay, tushuntirib qo'y. Misol uchun bunda oq turibdi, qora turibdi. Nechun oq tanlaysan, shu qara. Shunga Da, bo'ladi hozir. Sen o'zing просто 2 odam turibdi, birisini tanlab tursan hozir. Kim u 2 odam? misol sen Men вообще tushunmayapman. To'g'ri tushunmayapman savolingizni. qarang. Yana ikkisi MacBook Pro. Aha. Ko'rinishi bir xil. Navi 2019, Navi 2018. 2018 lekin u i7, bu i5. Lekin ham toza. i5 uji prosessorni farq etadi. Birdan o'sha joyida farq etadi. Yili bundan aldiroq bo'lsam, prosessor pastroq. Oshningdan 1-2 joylarida farq etadi. Lekin ikkisi ham sen xohlaganingni o'qishda o'qiydi shuningmi? O'zingdan galib chiqqan holatda so'ragan. Ay, Например, men o'ylayman, qarang, mendan Ranani ustida chiqalatirmiz ham, uning bo'lmasi kerak edi. Astag'firullah. shuni aytaman. Ikkinga ham yopishib yotibsizlar og'anda. Yo'q, uji tema ham o'zgarib Umuman boryapti. o'zgarib ketdi tema. Вообще men burilib ketdi. Umuman boshqa narsa bo'lib ketdi. Misol uchun hozir ana baribir. Ha, shunga bilan ko'p qo'shilib podkast ichida, shunda podkast mazmunli zo'r chiqadi-da. Mendan иногда слишком, например, идеальный bo'lsa ham yakmasligi mumkin. O'zbekcha gapda, ya xorazmcha gapda. Ba'zan Aha, ba'zan perfect navadi. komil, mukammal. Mukammal, o'zi mukammal insonni o'zi yo'q, birinchidan. Boradi. Men o'ylayman, просто odam просто ko'nglidan чувствовать etadi. Shu odam meniki shu. Da bo'ldi. Shu odam aytadi-ku, shu odam bilan men boshqacha o'zingni his etasan. Gaplashgan vaqtda boshqa odam bilan ham shu narsani, shu temani gaplashsang, oddiy his etishing mumkin. U bilan esa boshqacha bir, umuman o'zingni bir boshqacha his etasan. Qiz bola birinchidan muhim bo'ladi. Birinchi bilasizmi, muhim bo'ladi men uchun. Men o'zimni opora поддержка, men bilmayman uni. Speak Uzbek, bro. Opora поддержка nolkini bilaman, ya'ni men Поддержка qo'llab-quvvatlash. qo'llab-quvvatlash, ya'ni yo'q, opora поддержка deganda уже umuman, ya'ni sen himoya ostindaliging, erkak odam His etishing kerak. his etishing kerak. Sen himoya Aurasini olib qilish ostindaliging. kerak-da. Sen uning narsalar tushunmaysan ham. Qo'y. Himoya ostindamisan? U sen rostdan sen unga hayotingni topshirib berib bilasanmi? Ertaga bir kun nol vaziyat bo'lsa ham sen yoningda, seni orqangda turib,
Her daim Arqangdan emas, aytingga tur endi u sen. Arqangdan tur. Ava. Arqangdan tur. Seni himoya etib turish kerak, nedan dursa ham, Okey. farqi yo'q. Birinchi shu o'ylayman, shu narsani boshqa bir seni akangni ham kerak yerinde akangni, og'angni, shu yaqinlaringni o'rnini bosib biladigancha bo'lishi kerak. Eng yaqin insonning shu bo'lib qolishi kerak, do'sting ham, akang ham, opang ham hammasi kerak yerinde. Avtomat, bankomat. Bankomat ham hammasi bu bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ya bankomatda emas, sразу merkantilniy deb o'ylamanglar, yangi merkantilniy. Speak is back. Вот. Birinchi eng muhim narsalardan qiz bola shu Bankomat. o'g'il bolani erkakligini his etishi kerak, ya'ni u himoya ostindaligini his etib bilishi kerak. Chunki otasi bor qizlar hamma shu otasini qo'lida otasi yo'qlar ham otasini himoyasida bo'lishni xohlagan bo'ladilar. Otasi bola уже himoyani ko'rib keltirgan bo'ladi. Ya'ni komfort zona xohlaydi. Ikki vaziyatda ham himoyani xohlaydilar. Komfort zona xohlaydi. Da. Himoyani xohlaydilar. Komfort zona. Endi arqang bo'lasan, Ну, misol uchun. yaxshi. Kim Ava. kameramanda. Ava. Shuningdek Bo'ldi, endi ham temaga qaytaylik. Okey. Dim chetlashib Вообще ketdik. chetlashib ketdik. Keyin podcastda boshlovchi men emasman. Anlab qo'yish sababi har podcastda men chiqdim ya'ni boshlovchi degan emasman. Savollar bo'lsa beringlar. Chakilib, uyalib, Hech kim sendan chekilmaydi. bitirib beradi. Ayniqsa Ra'no. Savollar bo'lsa beringlar sizga. Muhammad javob beradi. Savolim yo'q. Ra'no o'zing qiziqtiran hamma savollarning ishida javob olishing mumkin. ChatGPT'da ham aniqroq aniqroq. Ayniqsa Savolim Xorazm yo'q. shevada. Sizlar savol Meni bor. fikrlarimni lekin prosta tipo hamma shuni aytishi kerak deb aytmayman. Bu Aa. meni o'zimning fikrim. Subyektiv fikri. Ava, subyektiv fikrim bu hamma Shaxsiy fikri, shuni o'zbekchada. aytishi kerak deb ulug'larni temasini aytganda men ulug'larni 100% nohaq deb turganim yo'q. Как bular tushunganini men yana bir ta'kidlab o'tay shu narsani. Ulug'lar prosta ba'zan shunday vaziyatlar bo'lib qoladiki, ya'ni nohaq bo'lgan vaziyatlar baribir bo'ladi degan ma'noda aytdim. Shu vaqtlari tan olib bilishlari kerak deb o'ylayman degan narsani aytdim bo'ldi. Boshqa hech narsa aytib turganim yo'q. Ulug'lar ko'pincha haq bo'ladi, chunki ularning har doim hayotiy tajribasi ko'p bo'ladi bizlarnikidan qaraganda. Albatta. Va Muhammadning gapi bor. Mani gapim yo'q. Podkast zo'r o'tirdi, quyosh ham zo'r tushtirdi. Zo'r o'tiribdi. Menimcha men yuzim xushro'y bo'lib yaltirab turgan bo'lsa kerak. Makiyaj bilan turadi. Quyosh tushgan. Ay, Gapim yani chiqar islom misol uchun bizani hududda, bizani areada shunday narsa bor. Xorazmda. Areada biz ingliz so'zlaymiz. O'zbekcha so'zlang. Ingliz so'zlaymiz ketib. Okey, bizani hududda shunday narsa bor, odat bor. Ya'ni iloji boricha shundan olib, o'zimdan olib. Agar sal bo'lsa yaxshi sal bir qoladi. Boshqa yerda, boshqa yerga chiqib ketmaydigan narsa bor. O'zi men bu narsaga misol uchun qo'shilmayman. Libodam albatta, bu narsaga qo'shilmayman. Ya'ni mahalliychilik yaxshi narsa emas bu. Ya'ni bizdan hududdagi odamlar zo'r odam, boshqa hududdagida endi xudo biladi degan narsa o'rganmaydi menimcha. Sen chiqarsan misol uchun. Muhammad misol uchun sen uylanjaksan, uylangan odam misol uchun Afrikadan, masalan. Men aytsam bo'ladimi? Uyindagilar misol uchun sana yo'q, uylanmaysan deb tursa sen nechta? Masalan shunday deydi, saat chunki hozir yo'q, biznikilar akam damaydi, opamning damaydi deyish mumkin. Masalan shunday qoldi. Masalan shunday desa nima deysan? Masalan shunday desalarmi? Sabablarni ko'rib chiqaman. Ya'ni nechun deb turibdi. Prosta yo'q, bizdan emas u, o'zbek emas u, Xorazm emas u, o'zbekiston. Bu narsa to'g'ri. Nima deysan? O'zbek emas degan. Bo'lishi mumkin. Или даже просто даже Toshkentli emas, или там Xorazmli emas deng. Или же вообще Urganchli emas. Astomdan orqadan olib qo'ygan ketib. Astagfirullah. Nechta? You know bro. Nechta deyapsan? You know bro deydi. Yeah, speak Uzbek bro. Hamma ingliz tilida aralashib o'tirsizlar. Nechun men o'z ingliz tilida gapirsam, uning Gaplaring, holland tilida gaplang. Biz demokratik davlatda yashaymiz. davlat Grammatikalatda. Xorazm Respublikasida yashaymiz. Avvaliga uning demak sizni to'g'ri aytadilar hozir ishoda. Kasbashim shu. Sharmanda. Speak bro. Nechun? Men agar haqiqatda o'zimga kerakli qiymat olib bilsam, ya'ni baribir u oila qurishdan ham ikki tomon ham nechta manfaatlar bo'ladi. Aha. Ko'ri yoki qiz tomoni yoki ko'ri o'g'il bola tomoni emas. Ikki tomondan manfaatlar bo'ladi. Agar haqiqatda undan oladigan qiymatim men o'zim xohlagandim bo'lsa farqi yo'q men. Ya'ni ko'ri qiymatlar emas, izg'or qiymatlar ham bor deysan. O'tlashib ketding masalan. Gaplar vaqt. Shu. Yo'q, sen savolga javob ber. Sen bir qiz o'ylanjaksan, u afrikali. Hozir javobini aytdim. Javobini aytdik-ku. Men oladigan qiymatim. Aha, qiymat berjeksan shu. Sana olacak qiymat berib turibsan, nima olaysan? Olaman. Olasan? Nima? Nima deysan keyin? Aka, opa, короче, men o'ylanan baribir. Men angli tushuntiraman. Men o'zim xohlagandan keyin men shuni olaman, tamom. Hech qanday qarshiliklar bo'lmaydi. Sanda?
Men menga odamni millati, nerdanligi birinchi Dinini? o'rinda. Yaxshi, sana farqi yo'q. Akang opam yo'q deb turibdi. Sana Meni yaxshi akam bilan opam birinchidan masalan deb turibman, masalan desa javob. narsa O'tla tushuntiraman. O'zini yaksi haqiqatda. Vaziyatlar bo'ladi. Ha shu. Shu Kimizning narsalarni javobimiz o'xshash. ishni faktorlar bor. Men shu odamni mendan tanlayotganimmi degan faktorlarni tushuntirib beraman. Eng kerakli faktorlarni. Shu eng kerakli faktorlar bordirki, qozaq bo'ladimi, o'zbek bo'ladimi, Qozaq emas, afrikaliklar turibman, misol. Afrikalik bo'ladimi, farqi yo'q-da. Masalan, afrikalik tojik. Masalan, afrikalik yevriy. Afrikalik tojik nishidi. Go'spar, misol uchun green card oldi. Yo'q. Afrika. Ha, savolga javob beraman. Yevriy bo'lsa-ne? Yevriy bo'lsa? Ma farqi yo'q. Yo'q. Yo'q, yevriy bo'lsa. Yevriy bo'lsa, lekin agar musulmon dinini qabul etgan bo'lsa, boshqacha bo'ladi. O'zi musulmonning qabul etsa, yevriy bo'lmaydi u. Siz значит всё yo'q. Lekin sen xohlagan hamma narsa просто dinda farq etadi. Короче, грамотный он seni o'z himoyasiga olacak. Da, Akang opang detal. o'rnini bostiracak. Detalniy Lekin yevriy. Dinimiz boshqa bo'lsa to'g'ri kelmaydi. Vot. Lekin Barakalloh. Barakalloh. gap men hozir dinni aytib turganim yo'q, millati, nausi, siz aytib turgan savolingizga javob berib turibman men. Din haqida emas. Aura 21+. Bo'ldi. Millati, Bo'ldi. Chizam. Chizasammi? millati, u nedanligi, u bo'ldi qaysi rayon, bu narsasi farq etmaydi. Urganchlar ham shaharda Toshkentli bo'lib turib, umuman fikrlashi yo'q, o'zi samostoятельный emas inson bo'lishi ham mumkin. To'g'ri. Da, mustaqil bo'lmasligi mumkin deb turibdi. Mustaqil bo'lmasligi mumkin. Ya'ni o'sha xohlagan himoyangga bera olmasligi mumkin. Uni bu Toshkentliligi yo Urganchliligi no foydasi bor menga. Hech qanday foydasi yo'q. Plus. U narsa joyi narsa nerliligi, kimligi, tam millati o'zi farqi yo'q. Hey, keyin yana bir zo'r tema bor, misol uchun. Ikkinchi darajadagi narsalarda bo'laman. Okay, yana bir zo'r tema bor. Misol uchun ko'pchilikda shunday fobiya bor. Bu qiz odam, o'g'il boladan bor. Misol uchun qiz bola chiqaydi, unga u aradejak bola o'qiydi misol uchun. Birinchi kurs masalan, endi o'qish masalan. Birinchi kurs. Ko'p qizlar ishlaydi, o'qiydi ekan, u ishlamaydi ekan deb ara demaydi. O'g'il boladan shunday narsa bor. Cho'ta birinchi kurs ekan bu. Kontrakt. Masalan, sizdan chiqaysizlar misol uchun. Birinchi kurs odam bu bilan oila qurish kerakmi yo? Men o'ylayman, o'zi maktab bitirgandan oila qurish xato deb o'ylayman. Shunda maktab bitirmagan. Maktab bitirmaganlar bilan qurish kerakmi shunda hozir? Значит, No dedi. Maktabda o'qib yurgan, maktab bitirishi bilan или там 9-sinfdan era chiqib Примерно yuradi. necha yosh sizda? 11 yil hozir o'qish. O'g'il bola deb o'ylayman 23, 24, 25 yoshdan boshlanishi kerak deb o'ylayman. O'rtacha. O'ylanish. O'zini fikri, shaxsiy fikri. Maybe. Ava. Keyin qizlarda Agar yo'q, Asrat. fikrlashi bilan 20 yosh bo'lsa ham fikrlashi zo'r. Уже oilani обеспечивать etib bilishi, Aha. uni himoyasini, mas'uliyatini olib bilishi tayyor bo'lsa, 20 yosh bo'lsa ham o'ylansin, bemalol. Ha. Lekin shu mas'uliyatni qabul etib bilishi, shu qabul etib bilishine ishonchi komil bo'lsa, полностью обеспечивать etib bilsa, Ta'minlab bilsa, ta'minlab bilsa, Ha. shu narsaga ishonchi komil bo'lsa, уже tayyor bo'lsa, bemalol. Lekin aksariyat emas, ya'ni ko'pchilik holatlarda uning bo'lmaydi axir. 19-20 yoshlar atrofindagilar, bolalar ham, qizlar ham hali ko'pincha tayyor bo'lmaydi. Ko'pincha ayniqsa o'g'il bola bizda nechundir ko'ri qiz bolani era chiqishga tayyorlaydilar, lekin o'g'il bolani uylantirishga tayyorlamaydilar. Oila boshqaruvni o'rgatmaydi. boshqaruvni yo'q, o'rgatmaydilar. aksariyat joylarda gaplar endi. Ava. Misol uchun Muhammad uyida уже urib tepib tayyorlayaptilar. Yo'nasan, Aksariyat emas, ko'pchilik. aksariyatdan ko'pchilik deyapman, bilsanmi? Yo'q. Men aksariyat desa ba'zida. Aksariyat ko'pchilik deyapman. Ha, aksariyat. Aksariyat ko'pchilik deyapman qo'yinglar. Men bilmas ekanman. Ha, Muhammad sendan. Mendami? Birinchi kurs bo'lsa, Podkastda bir bo'lsam, ish bo'lsa birdan foydali joy bo'ldi. Aksariyat ko'pchilik deyapman, yozishmoqchi. Okay. Birinchi kurs qiz bilasanmi? da. Yo'q, tasavvur et misol uchun kontrakti tayyor bo'lsa, misol uchun kontrakti yildan 200 million masalan. Yilini 200 million jillimisiz uning super kontrakt deb qo'ygan endi u. Yilini 200 million bo'lmi? Birinchi yil shunda endi misol uchun shunga girib qo'yding u. Sразу Muhammad yaxshi yurib qoldingni, uylanishga yo'q, qo'yding. umuman bo'lmagan vaziyatlarni aytib beradi axir. Uni vaziyat birinchidan bo'lmaydi, ikkinchidan uni vaziyat bo'lsa, bo'lishi mumkin. Nechik ma'noda, misol nikohlab qo'yish mumkin, ya'ni birdan to'yatmi. Kontrakt to'lab qo'yib, o'qish bitib qolib, keyin qo'y. Yo'q, gap unda emas. Sa'z o'qish, san karyera kerak. Nima desa u savol? Ejash turibman. Karyerasi kerak bo'lsa, Odamni fikrini bo'lib tursiz axir, gap bo'lmaydirdi bechora. karyerasi kerak bo'lsa, u birinchidan rozilik bermaydi. Misol uchun Reno. Unga shuncha taklif bo'lgan, nechun o'tkazayotgan karyerachi. Taklif bo'lgan. Da.
Yo'q, mendan emas. Siz jillimisiz? Hozir shu yerdagi odamlar shuningda bo'ladi ekan. Taklif Ko'rib bo'lgan. o'tirgan. Okay. Seriously, misol, любой Seriously? Okay, go my friend. 18-19 yoshda Aha, demak. qiz uyina borib so'raydilar, ko'pchilikda. Ayniqsa Xorazmda. Shuni maktab bitirgandan tezroq uylantiring. Bolasini uylantirsak, maktab bitirgan qiz olib berdi. Shuni so'raydilar, keyin ota-onalar o'zi rozi bo'lsa ham farzandining qiziqishini qaraydi. So'raydi, misol uchun Ranodan so'raydi. Rano shuni Rano bo'ldi. Misol uchun aytibman. So'raydi. Aytavering. Rano aytadi. Yo'q, men hali misol o'zim tayyor emasman deb aytish mumkin. Ya'ni u haqiqat, nechik ma'noda tayyor emas, u ruhan tayyor emas. U balki qaysidir uy ishlarini hali to'liq bilmas. To'g'ri. Например, da. Shuning joylari bor. To'g'ri. Shuning kamchiliklari bor, hali to'g'rilanish kerak bo'lgan. Atak men olishim mumkin. Lekin istisno holatlar bo'ladan bo'lsa, yo'q. Ya'ni chalim erta, ya'ni chalim tez bo'lishi tamam asosiy narsa emas. Lekin aniq haqiqatda o'zing dalshi, например, 70-75 yil yashasan birga. Okay. 75 yil gaplashib hozir cho'ta matematika o'rgangan hozir. Jillimisiz? Yo'q, qara, sen 25 yoshsan, u bilan kam 50 yil yo 60 yil birga yashashing kerak-da. Xudo bersa. Shu Tushunchaman. Aha. yashashing kerak. Har doim uning yoningda yurishini sen ko'nikib bilasanmi? Ya'ni kimdirlar bor, bir jo'rasi bo'ladi, 1 yil birga jo'ra bo'ladi, keyin qatnashini o'zi beradi. Kimdirlar bor 8 yil yuriydi, 15 yil, 30 yil birga. Lekin hech qachon shu zerikkanmi-da bir-biridan. Oshli narsa bor. Sababi o'rtada tushunish degan narsa bor-da ularda, uning odamlarda. Ko'p odamlar ajralib ketadi, o'zi do'stlikdan, u oiladan bir-birini tushunmaydi, ko'p ham tushunasiz kelmaydi. Ko'ri o'zinikini to'g'rilab qo'yadi, shuning vaziyatlarda menimcha do'stlik ham boshqa narsadan buzilib ketadi deb o'ylayman. Lekin yaxshi, Rano bilan ko'pdan beri uchimiz ajralib yuribmiz. Astag'firulloh. Boshqa mana bu emaslar uni. Yo'q, seriously, misol bir-biring Ranoning fikri sana yoqmasa, eshitolmaysan-ku, to'g'rimi? Lekin Yo'qolsaydi. lekin hozir qachon ittifoqdan nechanchi yilga ketgansan? Kuvar yerlarda. 21da. 4 yil. 4 yildan mana misol 4 yil ichida ko'p gaplashilmagan bo'lsam, lekin hozir yana qayta topish. Armanning atnashinada. O'zi aytib o'taylik, biz Chap topishganmiz. Astag'firulloh. Men Muhammad Rano uchimiz ham yaxshi ittifoqda ishlaganmiz. Ya'ni biz hozir friend zona emasmiz. Biz просто friend zona. Friendmas? Nechun? Friend zone boshqa narsa. Yo'q, friend zone вообще boshqa narsa. У не friend в кавычках emas. Просто biz tanishmiz, ya'ni yaxshi ittifoqda birga ishlaganmiz. Hamkasblar. Eski tanishlarimiz, ana bir yilda bo'ladi-ku. Tanishlar shuningizdan bo'ldi. Hamkasblar. Lekin Muhammad real friend deb o'ylayman endi. Shuni umid etaman, gumon etaman, yaxshi friend. Yaxshi gumonda bo'lishlari kerak. Rano yaqinda topdik. Rano yaqinda yaxshidan. Hidayat topdi. Men topganim yo'q. Rano hidayat topdi. O'zi bular birinchi ko'rib turgan meni metroda, keyin men qaradim-da bularga. How deb bordim yanına. Mana shuni. Beni kesish kerak. Okay, Bo'ldimi? Bo'ldi. Shu bilan Ovqatlanamiz hozir endi. Muhammad bugun grif jo'shadi. Muhammad jo'shtiramiz bugun. Xudo xolasa, Muhammad jo'shdan bir narsa podkastning oxirini yetkazib olishimiz kerak. Hech kimdan kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar, izoh yozinglar deb yolg'onimiz. Agar yoqsa like bosinglar, fikrlaringiz bo'lsa izoh qoldiringlar. Agar nechtir bir mazmunli narsa topgan bo'lsangizlar, obuna bo'linglar. Kerak bo'lmasa obuna bo'lib, yana kommentariyaga kirib, mazgiga atib, sizlar nechun o'zbekcha yozib turibsizlar, O'zbekiston o'zbek tili yozish kerak, o'zbekcha gaplash kerak deb gaplab o'tirmanglar. Keyin Muhammad gapi bor yana Biz mustaqil davlatda yashaymiz, xohlagan tilimizda gaplashish huquqini egamiz. Shu bilan podkast Xorazm tili. Xorazm tili. Xorazm tili emas, Xorazm shevasi. Yo'q, Xorazm tili. Xorazm tili. Arkayn nomeri. Arkayn Günglashamiz podkast shunda oxirini yetdi. Fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada kutamiz. Shu bilan podkastni yakunlaytiramiz.